Oybek va Asadbek. Ikkita bo'ydoqlar. Qani, o'tin chopishini ko'ramiz bularni. Bismillahirrohmanirrohim. O'rtacha udar bo'ldi. Slabey udar. O'rik o'tinlarimiz smoker apparat uchun. Qani. Asadbek. Ya, вообще. O bo'ydoq. Qani ko'ramiz. Asadbek. Ha. Qani? Ancha yorib qo'ydingiz lekin. O'tach. Gap yo'q. Qani Oybek, ikkiga bo'lingchi, bir udarda. Ali Usman kafesida o'rik yorish marosimi. Ko'tarib teskarisiga uringdi shuni. O'tin ustiga, ha. Oybek, Asadbekka beraverasiz shekilli. Bayroqni. Ya bu anu ekan, ko'zi bor ekan. O'rtoqlar, smoker go'shtlarimizni faqat mana shunaqa o'rik o'tinlarda pishiramiz. Молодец. Boshqa hech qanaqa o'tin ishlatilmaydi. Shu sababdan ham go'shtlarimizni hidi ham, ta'mi ham boshqacha. Молодец. Yorib tashladingiz lekin. Gap yo'q. Ikkiga bo'lasiz buni ham. Asadbekka qo'yib bering qolganini. Teskarisiga. Bali. Bir qamchi ham bo'ldi. O'rtoqlar, Ali Usman kafesida chiroyli tabiatda bir kelib dam oling. Keyin bahosini berasizlar. Qushlar sadosi ostida. Sog' bo'linglar. Nima bo'ldi Asadbek? Juda slabey. Bo'yroq. Juda. Ha, bo'ldi. Ikkita urganda yorilyapti. Qup-quruq o'tin. Ha, gap yo'q, молодец. Sog' bo'linglar. Ko'zi sho'rva pishiradigan apparatimiz, o'rtoqlar. Mana bu apparatimiz kolbaskilar pishiradi. Kolbaskilarimiz ham bor.